Mani yog'li qozondagi yuvishib bas qilgan. Men bu ko'piklardan bo'g'ilib ketaman. Havo yetishmayapti. U to'g'ri aytyapti. Juda ham ko'p shampun bilan bosh yuvish soch to'kilishiga olib keladi. Men boshingni terisiman. Soching siyrak yoki qalin bo'lishi yoki to'kilmasligi menga bog'liq. Sochingiz bosh terisidan o'sadi. Uni to'g'ri va noto'g'ri yuvishingiz ko'p kasalliklar sabab bo'ladi. Voy dod, ayniqsa 2 martalab boshingni yuvganingda meni serumimni yuvib tashlaysan, tushunasanmi? Sebum esa boshimizni himoya qatlami. U bizga juda ham kerak. Sebumsiz esa men juda ham qurib ketaman. Har doim boshingni qichib yurasan. Sebum bu boshimizni terisini normallashtiradi va mikroblardan asraydi. Sen boshingni noto'g'ri yuvganingda mana o'sha mikroblar, griboklar ham paydo bo'ldi. Tilmay shampunlarni almashtirishing, xohlagan vositalar bilan boshingni yuvishing shu mikroblarga olib keladi. Bu ham yetishmaganday magazindan piling olib bosh terisini piling qildingmi? Ko'plar piling qilsam qaysoqdan qutulaman deb o'ylaydi, lekin ular soch terisini juda ham quruq qilib yuboradi. Men o'sishimga, qalin bo'lishimga umuman kuch qolmadi, joyim qolmadi. Endi men ketishimga to'g'ri keladi. Bundan keyin esa hayron qolish boshlaysan. Nega sochim to'kilyapti? Nega ular siyraklashib ketyapti deb. Yordam beringlar, soch terisi juda qurib ketdi, kuchi ham yo'q, o'smaymiz endi. Yordam bering, yordam bering. Men esa Mali brendidan shampunlar ishlatilgan sochman. Doim sog'lomman, faqat natural vositalardan foydalanib tayyorlangan. Bizni brendimizdan soch to'kilishingizni 4 kunda qoldirib qalin qilib o'stiramiz.